Kim qaraydi unga? Seni oting baqodiyu nomard, seni oting ham yaxshi hayotda yashamagandi. Sabr qilgandi. Beti yo'q, yuzsizlar. Seni ko'chaga tashlagan baqodiyu nomard O'zbekistonda aholi ro'yxatga olingan ekan. 100 yil oldin. Shunda bir statistikani o'qiyapman-da. 838 mingta nikohdan o'tgan, birinchi yangi nikohdan o'tgan oilalarning ro'yxatini keltirgan. 838 mingta nikohdan o'tgan oila deb turib yoniga ajrashgan oilalar soni bir dona bo'lgan ekan. 838 mingtadan bir dona bo'lgan ekan. Bitta kichkina bitta mahallada 334 ta. 334 ta bu kim? Bu farzandlarini ta'minotini bermay yurgan hali erkaklar, hali bu umumiy son emas. Bunaqadan 3000 dan ortiq bor. O'zi 40 mingdan ortiq oila bor. Ajrashganlar nima o'lishyapsan? 10% bu erkak degan, sabrli bo'ladi erkak. Sabr bo'ladi erkakda. Had desa hali yomon so'zni domla qo'llaydi bular. O'zidan chiqib ketadi haligi. Xotindan bettar. Hali kuni kechqurun 11:30 da yig'ilishdan chiqib turibman. Dod deb kelib bitta kelin, onasi bilan. Men nimadir bo'lib o'tib ketib, to'g'ri, uyda nimadir bo'lib shekilli. Men ham yuragim shang'illab qoldi. To'g'rimi, birda chiqdi. Eri qo'yib yuborib tashi joyda. Dod deb kelibdi, onasiga telefon qilgan ekan, onasi oldi. Kim qaraydi unga? Seni oting baqodiyu nomard. Seni oting ham yaxshi hayotda yashamagandi. Sabr qilgandi. Ashu onang bilan sabr qilib yashagan. Yomon kunlar bo'lmagan deyapsanmi? Ularning hayotida. Sendan ham yomon ko'pga yomon kun bo'lgan. Ular 90-yillarda hali non yo'q, un yo'q kunlarni ko'rgan. Seni ko'chaga tashlagan baqodiyu nomard. Senga 7 ming ravo ko'rmadi-yu.